Assalomu alaykum do'stlar. YouTube kanalimizda yangicha format, ya'ni biza biznes obzori formatiga o'tyapmiz. Bu eksklyuziv, ya'ni sizlar ko'pchilik so'raganingizda qaysidir sohani qanaqa ochish bo'yicha to'liqroq ma'lumot bering deb. Mana biza bugun shu formatga keldik. Bugun birinchi videomizni xususiy bog'cha, ya'ni xususiy bog'cha qanday ochiladi, bu bog'chani ochish uchun qancha pul kerak bo'ladi, hamma ma'lumotlarni sizlarga beramiz. Bugun biza Barakalla Kids bog'chasidamiz va bog'chani rahbari Asalxon aka bizga bog'cha ochish bo'yicha kerak bo'ladigan hamma ma'lumotlarni beradilar. Kuzatinglar, podpiska tashlaylar, kommentariyalar yozish esdan chiqmasin. Shunaqa bog'chani arendasi taxminan nechta pul atrofida turadi o'zi? Ota-onalarga to'g'ridan to'g'ri dostуп berish men o'ylayman kerak emas narsa. Hudud tanlashda именно sizni portret klientingiz ham rol o'ynaydi. Maksimal darajada bu yerdan foyda olishingiz kerak. Bizda prinsip bor, nima holat bo'lsa ham yolg'on gapirmaymiz. Bir xil bog'chalarga bordik, aytishda bitta ko'chada 9 ta bog'chali ko'chalar bor. 95% yangi biznes ochayotganlar bu ishni qilmaydi. Klient всегда прав deganga men ham qo'shilavermayman. Baribir misol uchun tualetga kamera qo'yamiz. Aytayotgan bu hamma speskangiz hamma bola bilan 100% bo'lmaydi. Umumiy byudjet qancha atrofida bo'ladi? $20-30 bo'ladi. Hech qanaqa особо fishka ishlatmaymiz. Bor fokusimiz sifatga. Nechta gruppa bor, nechta bolaga mo'ljallangan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Asalxon, yaxshimisiz? Mana bugun bog'changizga keldik. Endi bog'cha ochish bo'yicha ichkaridan insiderskiy hamma ma'lumotlarni bizani kuzatuvchilarimiz bilan bo'lishasiz degan umiddaman. Xudo xolasa hamma savollarga maksimal auditoriyalarga foydali bo'lgan ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Kuzatib boringlar, bog'chani obzori bo'ladi. Asalxon, men bilaman, siz ta'lim sohasida 5 yildan berisiz va oxirgi 2 yilda xususiy bog'cha ochdingiz, to'g'rimi? Shu bog'cha ochishga kirib kelish qanaqa bo'ldi? Nima sizga turtki berdi bu yo'nalishni boshlashga? Xo'p, avvalambor o'shanga kelganingizga katta rahmat. Xudo xolasa xush kelibsizlar bog'chamizga. Birinchi boshlaganimiz nimadan boshlangan? Avvalambor o'zlarining ichki og'riqdan kelib chiqqan. Ya'ni jiyanlarimiz, shu o'zidan farzandlar bog'chaga beramiz desak, baribir bola bu odamni ya'ni nima deydi? Qadrli narsasi, o'shanga bolamizni nadejniy joyiga, ko'nglingiz xotirjam bo'ladigan, o'zingizdagi bo'lmasa ham хотя бы mehr beradigan atmosferaga berish niyatimiz bor edi. Lekin yaqin atrofimizda umuman bunaqa feedback bilan bog'cha topa olmaganimiz uchun, tim bo'lib ko'p joyda demak ushlab turish xizmati bo'lib qolgan bog'chalar, afsuski. Lekin yaxshi bog'chalar yo'q demaymiz, bor, lekin bu narsa bizga ko'proq kerak. Shu narsani o'zi ta'lim sohasida bo'lganimiz uchun bu oldindan shu narsaga o'zi qo'l urish niyatimiz bor edi. Aynan vaqtida bildik. Tim bo'lib juda ham yaxshi bilamiz, O'zbekistonda aholining soni deyarli 1 million yiliga ko'payyapti. Lekin ta'lim, ya'ni bog'chagacha bo'lgan, maktabgacha bo'lgan ta'limlar soni unga demak amallab, ya'ni yetkazib bera olmayapti. Demak taklifi shu nuqtai nazardan shu ya'ni sabab bo'ldi boshlashimizga. Bismillah deb boshladik, jamoa yig'dik. Xudo xolasa yana batafsil men kirib ko'rsataman o'zingizga ham. Oxirgi 5 yil ichida xususiy bog'chalarning soni keskiniga oshib ketdi. Lekin bizda statistikani o'rgandik, ularning 80% birinchi yilda, ikkinchi yilda yopilib ketyapti. Bunaqa achinarli statistikaning sababi nima deb o'ylaysiz? Xo'p, juda to'g'ri aytdingiz. O'zi umumiy bog'cha sohasida emas, biznes sohasida ham juda yaxshi bilasiz. Birinchi yilda o'zi 80% kamida, ya'ni yopilib ketadi. Buni sabablari juda ko'p. Endi bog'cha yo'nalishida qaraydigan bo'lsak, o'ylayman, bu bog'cha sohasida bizda unaqa tizimlashgan hali siniy okean, krasniy okean deymiz. Hali bu juda ham siniy okean va ya'ni ekspertiza yuqori emas. Va yana bitta katta sabablardan bittasi ya'ni ichki metodika va lokatsiya. Lokatsiya juda ham muhim, yarim muvaffaqiyat hisoblanadi. Bog'cha chunki bu juda ham lokal biznes hisoblanadi. Asosan klientlaringiz yarimidan ko'pi shu yerga ближайший, ya'ni 5 kilometr radiusda bo'ladi va lokatsiya noto'g'ri tanlanadi. Juda ham ko'p raqobatlar bor joyga ochib qo'yishadi. Yoki davlat bog'chasi o'zi ta'minlab berib turgan joyga ochib qo'yishadi. U yerda ochishi o'zi demak noto'g'ri hisoblanadi. Uchinchi faktor eng muhimi deb o'ylayman, bu jamoa.
Bolaga demak mehr berishda, bolada progress ko'rsatishda jamoa birinchi o'rinda demak ta'sir ko'rsatadigan omil. Jamoa bir-biriga bo'lgan bir-birini дополнять qiladigan. Demak, men o'zimda ham tajribada bo'ldi. Bu narsani tizimga ham kiritganmiz. Hozir yana batafsil gaplashamiz. Jamoada olayotganimizda обязательно o'sha tajribadan tashqari bolani yaxshi ko'rishni biz tekshiramiz. Mana bolani yaxshi ko'rishi bu eng birinchi faktor. Tajribadan ham birinchi faktor. Ya'ni aytmoqchiman, jamoa noto'g'ri bo'lsa, baribir ayollar kompanioni o'tda ichki konfliktlar chiqib kelishi tabiiy va bu narsa uzoqqa bormasligiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni sizlarni bog'chani qanaqadir o'zini qadriyatlari bor. Обязательно. Ishchilarni, xodimlarni olayotgan paytingizda sizlarni qadriyatlarga mos keladigan odamlarni yig'asizlar. Обязательно. Birinchi bu missiyadan boshlanadi. O'zingiz ham yana UGC'da dars bergansiz. Bu narsa birinchi kiraverishda mana bizda mana shu tabloda ko'rsatganmiz. Birinchi demak kompaniyamiz missiyasi bor. Bu nima desak, birinchi o'rinda demak Barakalla Kids an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy uslublarni uyg'unlashtirib, bolalarni ishonch bilan va baxtli o'sishga yordam beradi. Ya'ni bu bizani asosiy missiyamiz. Bolalarni demak aqlan har tomonlama baxtli bo'lib yetishishiga va shunaqa lichnost bo'lishiga bizni demak o'zimizning asosiy maqsad qilib qo'yganmiz. Ya'ni Barakalla Kids o'zini oliy maqsadi bor. O'sha maqsadga, qadriyatlarga mos keladigan odamlarni oladi va shu qadriyatlar asosida bolalarni tarbiyalaydi. Bu missiyamiz, maqsadimiz ham alohida bor. Demak, o'zimizga nima maqsadlar qo'yganmiz, ya'ni 5 yil ichida nima qilamiz? Buni demak har bitta xodim yoki ota-onaga bu prozrachni, hamma kelib bu ma'lumotlarni olishligi mumkin. Demak, birinchi demak o'zimizni qayerda ko'ryapmiz, qanaqa kengaymoqchimiz, nimalarga ko'p e'tibor beramiz, hammasi bu yerda yozilgan. Har kim kelganlar bemalol demak bu narsa ochiq bizda ma'lumot. Mana to'g'ri yondashuvlardan bittasi, siz biznes boshlayotganda qaysi biznesda menga ko'p pul keladi emas, yoki sizni aniq oliy maqsadingiz nima, qalbingizni nima yondiradi, shunga asosan ish qilishingiz kerak va bu juda ham to'g'ri yo'l deb bilaman. Bundan tashqari bu yerda yana ma'lumotlar ota-onalarga, ya'ni muhim bo'lgan ma'lumotlar, o'sha strategический desaylik, bu yerda keyin eng ko'p beriladigan savollardan bittasi kun tartibi. Bolalarni kun tartibi, ya'ni ularni tartibga o'rgatish bu juda muhim. Bu yerda shuning uchun ochuvchasiga har kungi nimalar bilan mashg'ulotlar, ya'ni nima bilan shug'ullanishadi, mashg'ulotlar ro'yxati va обязательно menyu. Menyu ham qo'yiladi. Bu ota-onaning birinchi kelib so'raydigan savollaridan bittasi. Bu yerda sizlarda 5 mahal ovqatlanish. 5 mahal. Zo'r. Bunga alohida o'sha halolligiga, svejiligiga to'g'rimiz e'tibor beriladi. Bu yerda bu ham ota-onalar uchun bizda shunaqa holatlar bo'ladi. Ya'ni hozir psixologimiz ham ishlayaptilar. Bir xil muammolarni boladan bartaraf qilish uchun yoki uni ichki qobiliyatini, o'sha talantini find out qilib topish uchun va rivojlantirish uchun faqat bola bilan emas, ota-onalar bilan ham ishlashga to'g'ri keladi. O'zi umuman kultura, ota-ona bo'lish kulturasi birinchi o'zi ota-ona bilan ishlash kerak. Tarbiyani kerak bir xil holatlarda ota-onadan boshlashga majbur bo'ladi. Ya'ni bu narsani bizni to'g'ridan-to'g'ri kompetensiyamizga kirmaydi ota-ona bilan ishlash, lekin ota-onaga foydali bo'lish uchun mana literaturada qo'yganmiz. Kerakli maslahatlar. Ota-onalar kelib, bemalol foydalansa bo'ladi. Misol uchun, trenddagi kitoblar, misol uchun 3 dan keyin kech. Bu yaponskiy Panasonic'ga egasi yozgan. Juda zo'r kitob, tavsiya beraman. Har bitta ota-ona o'qish kerak. Ya'ni 80% xuddi iceberg tagidagi anaqa desak, ba'zani bola 3 yoshgacha olib bo'ladi. 3 yoshgacha olib bo'ladi. 3 yoshga o'sha psixologический muammolar, boladagi o'sha kelajakdagi travmalar, o'sha 30-40 yoshda ko'rinadigan muammolar 3 yoshgacha hal bo'ladi. O'sha narsa haqida yoshlik literatura batafsil yozilgan. Va hokazo yana boshqa literaturalar ota-onalar bemalol foydalansa bo'ladi. Juda ham zo'r. Undan tashqari bu yerda bolalarni demak qilgan ishlari, trudlari, uголочек. Da. Bu hammasi emas, endi qilgan ishlaridan lavhalarni bu yerga ilib qo'yilgan. Haqiqatdan juda ham qiziq. Bu yerda mana Osingda yaqinda qilishdi bolalarimiz. Kichkina guruhimiz. Shu bu yerda asosan ishlar bo'ladi. Aslixon mana g'oya keldi. G'oyadan keyin buni realizatsiya qilish, ya'ni amalga oshirishgacha qancha vaqt ketdi va nima yo'ldan bosib o'tdingiz bu paytda?
Xo'p, g'oya bo'lgandan keyin birinchi qilinishi kerak bo'lgan ish bu ya'ni bozorni analizi bo'lgan. Aha. O'zimizga keladigan bo'lsak, o'rtacha bir yilga yetar yetmas vaqt ketgan polniy realizatsiyaga. Mhm. Hop, birinchi o'sha bozor, ya'ni o'zi частный sektor qanaqa ishlayapti, qanaqa takliflar berishyapti. Bir nechta bog'chalarga har kun ikkita uchta bog'chaga borilardi, O'rganilardi. o'rganilardi. Ya'ni 95% yangi biznes ochayotganlar bu ishni qilmaydi. ha-da. Da, Men конечно. o'zimdan kelib chiqib shunaqa qilganmiz, borib har xil ko'rganmiz. Hammadan kerakli joylarni Yaxshi olishga va taraflari. yaxshi taraflarni, ya'ni qanaqa lokatsiyada ochishgan, interyer qanaqa, eksteryer qanaqa, qanaqa meblirovka qilishgan, Mhm. kun tartibi nimalardan iborat, Mhm. qanaqa занятиялар o'tishyapti, bolalarni kirish chiqish joylari va hokazo mana shu joylarga borganmiz. Davlatnikiga birinchi borganmiz. O'shani o'rnida ministerstvoga qaraydigan davlat anaqa Da, bog'chasi da, bor da. bilsangiz. Yaxshi bog'cha bor. O'tga kirib polni aylantirishgan. Shaxmat federatsiyasi. Juda yoqqan menga, juda yoqqan, lekin ularni territoriyasi juda ham katta bilsangiz. Ichida zaparklarigacha ham bor. Da, da, da. Shunaqa qilgisi keladi, lekin baribir unaqa katta hudud olish har doim ham birinchi loyihangizda o'xshavermaydi. Частный sektorda bunaqa hudud juda ham qimmat menimcha. Birinchidan juda ham qimmat va ikkinchidan unaqa lokatsiyani topish o'zi qiyin. Qiyin. U yerdan ham juda ham ko'p foydali narsalar olganmiz. Polni aylantirib bizga o'sha заведующий o'zlari ko'rsatganlar. Ya'ni analizdan boshlangan. Mhm. Ikkinchi o'rinda demak lokatsiya. Bu narsani aytib o'tdik, lokatsiya juda ham muhim. Mhm. Bir xil bog'chalarga bordik, aytishda bitta ko'chada 9 ta bog'chali ko'chalar bor. Ya'ni shuni kirasiz, yonma-yon bog'chada. bog'cha. Endi hammasini rizqi bor, no aytmoqchiman, baribir bu sizni qo'shimcha напрягать qiladi yangi ochayotganingizda. Hmm. Shuning uchun maksimalni qayerda bog'cha kam, umuman qayerda talab bor. Hatto ota-onalar farzandimni beraman, bermoqchiman, lekin bog'cha yo'q degan joydan ochsangiz, katta ehtimol bilan, ya'ni bola yig'ishingiz, umuman o'zingizni pozitsiyangizni topishingiz ancha oson bo'ladi. Demak, ikkinchi o'rinda lokatsiya qidirganmiz. Lokatsiya qidirish ham, ya'ni juda ko'p rayonlarni aylanib qo'yuvdik. Har kuni aylanib yurib, mana shu joy nasib qilgan ekan, mana shu topganmiz. Unaqa katta emas bog'chamiz, lekin uyutniy. Lekin juda ham zo'r. No, men o'zim bo'lgan bog'chalarni, bolalarim hammasi baribir частный bog'chalarda bo'lgani, qarasa, boshqa qilsa, mana shunaqa mahallaning ichidagi lokalniy kichkina bog'chalar ham bu juda zo'rda. Ya'ni bolalarning soni juda unaqa katta bo'lmaydi. Siz aytgandek, juda katta territoriya kerak emas ham va uni ustiga bilmadim, qanaqadir ishnam uyutniy zo'rda joylashgani. Lekin men katta gapingizni bo'ldim, lokatsiya menga baribir yoqadi. Xudo xolsa nasib bo'lsa, keyingi anaqalarni kattaroq ochish niyatimiz bor baribir. Xudo xolasa, niyatlaringizga yetay. Nimaga aynan shu joy, bu yerda mahallani kattaligi, radiusda qancha aholi yashaydi, shular hammasi hisobga olindimi bu joy tanlashingizda yoki boshqa faktormi? Xo'p, lokatsiya tanlashda ham juda ham qiziq holatlar bo'lgan. Baribir kartani ochib olib, lokatsiyalarni qarasangiz, hamma bog'chalar ham o'zini Yandex, Google'ga qo'ymagan bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi anaqasi, muhim jihati, siz o'zi qanaqa bog'cha ochmoqchisiz. Ya'ni bog'chalarning turi ham juda ham ko'p. Ingliz tiliga orientirованный, bu qadriyatlarga yo'naltirilgan, tilga yo'naltirilgan va hokazo. Birinchi siz end useringiz, ya'ni потребителingiz kim portretini примерно yozmasangiz ham ko'z oldingizda bo'lishi kerak. O'zi kimlarni qabul qilmoqchisiz? Ya'ni siz aniq mijozingizni bilishingiz kerak. Taxminan qanaqa odam sizni bog'changizga keladi, farzandini olib keladi. Bu juda ham muhim. Ya'ni portret klienta deydilar rus tilida. Mijoz portreti, ya'ni ko'z oldingizda qachon bo'lishi kerak. O'zi yozma bo'lsa undan ham zo'r. Shunga qarab lokatsiya tanlash ham kerak. Misol uchun o'zbekona mahallalar bor. O'tga именно qadriyatga yo'naltirilgan bog'chalar juda ham kerak. Lunacharskiy tomonlarda o'tda более, ya'ni yevropeyskiy holat, ya'ni hudud tanlashda именно sizni portret klientingiz ham rol o'ynaydi. Bu narsani oldindan bilib olgan yaxshi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, demak, o'sha aytganimizdek, igroklar kam bo'lgan joy. Bu narsani aytganimdek kartada ko'ravermaydi. Bu narsa yaqinda o'zi bu narsaga ham javob beruvdim. Mahalla raislari juda ham ko'plar murojaat qilmasligi mumkin. Bu life hack. Borib, nechta aholi bu yerda yashaydi, nechta bog'cha bor, nechtasi davlatniki, nechtasi частный,
bemalol Nechta yosh oila bor, nechta farzand hamma bor? ma'lumot ochiq. Ya'ni qayerda ochmoqchisiz, obязательно, ya'ni o'zim qilgan tajribani aytmoqchiman. Mahalla raisligi borib uchrashardik. Mhm. Ular bilan gaplashib, ya'ni biza даже ochilish marosimiga mahalla raislar o'zi ochib berishgan. Bu yerda mana bu yoqda mana bitta joylashgan mahalla rais o'zlik kelib, bolalarni chaqirib, boshqa bizaga ro'yxatdan o'tmagan bolalar ham kelib, xursand bo'lib o'ynab, ochilish ya'ni shunaqa bo'lgan. Mahalla bilan har doim birga bo'lish kerak. Bu ya'ni analiz qilayotgandan tortib, ya'ni ishlashgacha mahalla bilan birga bo'lish kerak deb o'ylayman. Ya'ni ma'lumotlar ochiq, o'sha murojaat qilish kerak. O'sha yerdan biz bila olamiz, raqobatlar bormi bu yerda, aholi qanchalik zich, talab qanchalik, shu ma'lumot ham ochiq, shundan просто olib borib foydalanish kerak. Игрокlarni bildi, zichligini bildingiz, portretingiz to'g'ri kelsa, endi demak, уже joy topish. joy masalasi bo'ladi. Joy masalasida mahalla raisi ham aytadi o'zi. Ko'p dom bilan uchastkalarni topishda, uchastka agar uy bog'cha qilinayotgan bo'lsa, eng katta muammo uchastkadagilar hozirgi kunda baribir o'zbek qadriyatdan kelib chiqib, arenda deb ilib qo'yish juda kam. Domlarda endi oynalardan ilib qo'yishadi. Uchastkalarda baribir qo'ni qo'shni, do'dasini ham tanigan, adalari o'rtoq bo'lgan, baribir qalin mahallada qanaqadir odamni hijolat bo'ladi arenda yoki ilib qo'yishga. Uchastkada. Shuning uchun bu narsani ko'p holatda mahalla raislari biladi. Ya'ni mahalla raislari arendaga berilyaptimi, sotilyaptimi, kimdir ketyaptimi, umuman hamma oilaviy sharoiti holatidan xabardor bo'lishadi. Bu narsada yordam berishligi mumkin. Birinchi qidirayotganda shu instrumentdan foydalanish kerak. Ikkinchi o'rinda o'sha ana OLX dan boshqa platformalardan foydalanib va realtorlardan foydalansa bo'ladi. Ular o'sha aytgan anaqa lokatsiyangizdan, rayoningizdan sizga kerak parametrlar bo'yicha qarab berishadi. Zo'r. Men sizlarga zo'r life hack, agar siz bog'cha ochmoqchi bo'lsangiz, analiz qilayotgan paytingizda birinchi o'chir mahalla komissiyalariga, mahalla idoralariga borib murojaat qilinglar. Bu zo'r life hack. Yana bitta zo'r life hack, podpiska tashlab qo'yishni esdan chiqarmanglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, zo'r ma'lumotlarni berib boramiz. Bog'cha razmeri menga juda ham yoqdi. Zo'r. Taxminan bu yerda qanday hovli va qanday qurilma bor? Hop aytgandek, в целом bog'chamiz unaqa katta emas. Uyutniki kichkina, kompaktniy. Territoriyamiz o'rtacha 3,5 sotuvga joylashgan. Kvadraturamiz hozir adashishim mumkin. В целом 2300 kvadrat bor. 2300 kvadrat. Именно 300 kvadratga yaqin anaqamiz. Podvol birinchi etaj, ikkinchi etaj. Da, bizda ikkita bino. Oldingi binoda podvol birinchi etaj, ikkinchi etaj. Naryoq qismimiz bir etajli joy. Endi birinchi etaj o'zi. Bu yoqda ham guruhimiz bor ya'ni. Shu помещениеda taxminan nechta gruppa bor, nechta bolaga mo'ljallangan? Hop, в целом bu bog'chamiz 4 ta guruhga mo'ljallangan. Umumiy sig'imimiz bir 55-60 ta odam sig'adi. 4 ta gruppa где-то 10 ta 15 ta odamga mo'ljallangan, bolalarga mo'ljallangan. Unaqa ko'p emas, o'zi maksimum eng katta guruhimizda 16 ta bola. Tak kichkina guruhimizda 12 ta, средний 14 ta shunaqa. Men bolalarim bog'chaga bir olib borganda, bitta bog'chalarga olib borsam, ani wait list qilib qo'yishardi. O'zi joyi yo'q bo'lsa ham, endi men yaxshilab analiz qilib chiqardim. Bolalar sonini srazu endi professional anaqasida yondashuvdan kelib chiqqan holda sekin ko'z tashlab, hammani chamalab hisoblab chiqardim-da. Wait list qilib, kuttirishardi, boshqa qilishardi, chista marketingga xod. Sizlarda ham shunaqa xodlar bormi? Sizlar ham shunaqa qilasizlarmi? Narx oshirishdami yo chista bog'chani reytingini tam qanaqadir qilib ko'rsatish maqsadidami? Endi sizga vidniye bitta ko'rishda kim sun'iy qilyapti, sun'iy qilmayapti, lekin bizda unaqa wait list yo'q. Ya'ni qanaqadir именно odamni jalb qilish uchun bizda o'chirt katta deb unaqa aytmaymiz ham. Bu narsa bizda prinsip bor, nima holat bo'lsa ham yolg'on gapirmaymiz. Ota-onalarga ochimiz. Nima bo'lsa ham, ya'ni muammo bo'ladimi, bizga qarshi holat bo'lsa ham, biz yolg'on ishlatmaymiz. Buni hamma xodimlar ham bilishadi. Yolg'on umuman ishlatmaymiz. Ikkinchi prinsip, aytganingizdek, men o'sha analiz paytida unaqa bog'chalar ham bor. Действительно, oldingi o'chirt bo'lgan bog'chalar ham bor bizda. Ular ko'p emas, lekin bor unaqa bog'chalar. Haqiqatda o'chirt yoki sun'iy? Haqiqatda o'chirtli bog'chalar ham bor. U действительно o'sha ya'ni ular shitinli unaqa bog'chalar. Lekin bu narsa bor. Biz
ulardan ham olgan joylarimiz bor. Ya'ni rivojlanish bo'yicha, metodika bo'yicha. Unaqa bog'chalar bilan biz yaqin bo'lishga harakat qilamiz o'zi odatda. No, bizada wait list yo'q. Tushundim. No, bizada yana bitta narsa bor. Wait list deysizmi uni yoki boshqacha nom bilan ataysizmi? Bizda o'sha portretga yana qaytadigan bo'lsa, bizga to'g'ri kelmaydigan odam bo'lsa, biza ya'ni olmasligimiz mumkin u odamdan. Ya'ni sizlarni mijozinglarni portreti bor, целевой потребителingiz bor, uni portreti bor. Agar misol uchun hamma ham kelib turib so'rasa, hammani ham olmaysiz. Hammani ham olmasligimiz mumkin. Sababi biz o'sha aytganimizdek progressga yo'naltirilganmiz. Biz bola keldimi, обязательно uni как бы quick audit qilamiz. Holati qanaqa, nimalarni biladi, nimalarga qiziqadi. Biz avvalambor o'zimiz uchun kerak, har oy progress bo'lsin, har tomonlama bolada. Ya'ni bu умственно, ya'ni aqlan, fizически и эмоциональный, и социальный обязательно rivojlanish bo'lishi kerak. Bu bo'yicha o'sha ya'ni har bitta mutaxassisimiz отчет ham topshirishadi. И progress bo'lish uchun обязательно ota-onani roli katta. Ota-onalar bir xilla ya'ni ularni xohishi progress bo'lmaydi. Просто keladi. Bolasiga befarqroq ota-ona bo'lsa, u bizga ya'ni natija qilishimizga, o'sha progressimizga ya'ni yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun biz u holatda ya'ni olmasligimiz mumkin unaqa holatlar. Endi вопрос, menda shu yerda yana bitta savol tug'ilyapti-da. Xususiy bog'cha ko'proq biznes proyekt, ijtimoiy proyekt emas. Ya'ni siz qaysidir mijozlarni olmayapsiz bog'chaga. Bundan tashqari, misol uchun yana bitta guruhda 12 ta, 15 ta bola bo'ladi deyapsiz-da. O'shani misol uchun agar chista biznes nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsa, qadriyatlarni chetga surib turibman-da. O'shani 18 taga, 20 taga oshirsa yoki kelayotgan mijozlarni hammasini qabul qilib olsa, qanchalik bu ta'sir qiladi? Men chista unit ekonomika sifatidan qarayapman. Ya'ni siz bu yoqqa pul tikyapsiz, maksimal darajada bu yerdan foyda olishingiz kerak. To'g'ri, misol biznes nuqtai nazaridan qarasangiz ham bu ijtimoiy soha, baribir ijtimoiy sohadagi biznes baribir. Ijtimoiy mavzudan tashqari chiqib keta olmaymiz baribir. Lekin именно biznes unit ekonomika ham oshsa, ya'ni именно окупаемость tezroq bo'lsa, именно с прибыльностьdan tezroq plusga chiqay deb har kim oladigan bo'lsangiz, именно mana shu periodingiz quick bo'lishi mumkin. Lekin dalshi o'sishingiz, ya'ni dalshi rivojlanishingiz bu juda ham qiyin. Chunki siz hammani olyapsiz, qaysidir paytda kimgadir kompromissga borasiz, chunki siz yo'qotishingiz kelmayapti klient. Olib qolishingiz kerak. Kompromissga yurasiz deganda, ya'ni qoida umuman klientni men aytaman, bu ham xuddi xodim bilan qanaqa kommunikatsiya bo'lsa, klient bilan ham kommunikatsiya bu ham. Ya'ni bizning majburiyatimiz bo'lgandek, klientning ham majburiyati bor. Klient всегда прав deganga men har doim qo'shilavermayman. Sababi bizda 100% qo'limizdagi ya'ni o'zimiz tomondagi ishlarni qilsak-ku, ota-ona o'zi tomonidan ish qilmasa, uzr undan natija bo'lishi qiyin. Biz bu holatda kompromissga yursak, qolgan klientlarga adolatsizlik qilgan bo'lamiz. Shuning uchun sifat bilan sekin o'sish bor. Sifatsiz tez o'sish bor. Bu endi odam o'zi tanlashi mumkin. Lekin biz именно birinchi tomon tarafdan gaplaringizdan qarasak, qisqa muddatda ko'proq pul topganim, keyingi etapda menga bu teskari rol o'ynaydi. Ya'ni men ko'proq mijozlarni yo'qotib qo'ygandek aytyapsiz, to'g'ri? Bu atrofimizda ham bog'chalar bor. Ko'plarni keysini ko'rsak bo'ladi. Bitta ochilganda juda ham ya'ni qisqa muddatda ko'p katta odam yig'ib, keyingi yillarda odam qidirib qolgan yoki ulardan bizga kelayotgan odamlar soni ko'paygan holatlar ham uchrab turadi. Aynan bu ham shu именно har qanaqa mijoz bilan kompromissga borishdan kelib chiqadi deb o'ylayman. Kimgadir навстречу yurdingizda qolgan ham so'raydi. Ya'ni bitta упущение bo'lsa, ya'ni bu degani ya'ni общий standartdan chiqsangiz kimdir uchun ketib qolmasligi uchun. Chunki bir xil ota-onalar ya'ni nima deydi? Ishlash kerak farzand bilan. Farzand bilan ishlashmaydi, men bog'chaga berib qo'ydim, bo'ldi. Tarbiya 100% bog'chaniki deydi. Bu juda xato fikr. Ya'ni pulni beryapman-ku, nimaga shug'ullanishmaydi degan fikr bu juda ham noto'g'ri fikr. Har doim tarbiya ikki tomonlama bo'ladi. Ya'ni ota-ona va muassasa.
bizi shu narsani partnyor sifatida ko'rdikmi ota-onani, bu bizani mijoz. Agar hamma yukni bog'cha qilish kerak, kelib faqat kritika qilib, ya'ni kritika qilaman desangiz, любой joydan kritika topsa bo'ladi, o'zingiz ham bilasiz. Ya'ni kelib, ne uni qilmadinglar, ne buni qilmadinglar deb kelishuvdan tashqari narsalarni, talablarni so'rasa, biza uzr, bu ya'ni biz partnyor bo'la olmaymiz. Har bitta ota-ona, har bitta mijoz biz uchun bu partnyor. Ya'ni rezultat bolani progressi shu proyektdagi bizga partnyor deymiz. Biz o'zimizni tomonidan ishni qilamiz va обязательно ota-onalarga ham домашний beramiz. Mana shu tomonlar rivojlandi, iltimos mana shu e'tibor bo'ling. Mana buni qildik, qaytarib qo'yinglar. Mana buni qilib kelinglar. Ya'ni va hokazo va hokazo. Mana shu narsalar bizga juda ham muhim. Ota-onalarni bitta fikrli, единомышленник bo'lsa, qanaqadir ota-onalar uchun inisiativa chiqishni boshlaydi. Ya'ni bunaqa qilinglar, bunaqa qilinglar. Biz har bittasini обязательно eshitib, ya'ni o'zimizning biznes proseslarga o'zgartirish kiritamiz. Ya'ni sizlar mijozlarni qanaqadir do'st sifatida, yaqin qadrdon sifatida ko'rar ekansizlar. Bu juda ham muhim. Xo'p, endi ozgina shkurniy вопрос. Ya'ni taxminan joyi bildi qandoqligini, bu yerda nechta bola joylashishini bildi. Mana shunaqa joyi arendasi, adashmasam joy arendada, to'g'rimi? Arendada. Shunaqa bog'chani arendasi taxminan nechta pul atrofida turadi o'zi? Xo'p, rayonga bu bog'liq, holatda binoni holatiga bog'liq. O'rtacha mana shunaqa demak hududda bunaqa lokatsiyada 2,5 mingga topsangiz bo'ladi. Ya'ni gazeta 24-30 million atrofida. Tushunarli. Ya'ni boshqa rayonlarda xuddi shunaqa, ya'ni misol uchun Mirzo Ulug'bek yoki-da Maksim Gorkiy tomonlarda bu xuddi shunaqa 2 barobar bo'lishi ham mumkin. 2 barobar qimmatroq ham bo'ladi. Bizda bu Chilonzorda o'sha nominal tomon bo'lgani uchun nisbatan o'tga qaraganda arzonroq. Juda ham zo'r, menga juda ham yoqdi. Hurmatli kuzatuvchilar, siz nima deb o'ylaysizlar? Ya'ni biza ota-onalar bilan bog'cha deylar, do'st bo'lish kerakmi? Va tarbiyada shunaqa ikki taraflama bo'lish kerakmi? Yoki bir xil ota-onalar o'ylagandaki, bolani bog'chaga berdim, tarbiyani faqat bog'cha berish kerak deb o'ylashadimi? Nima deb o'ylaysizlar? Shuni hammasini iltimos kommentariyada yozib yuboringlar. Lekin bu juda ham zo'r konsepsiya, menga yoqdi. Mana men ko'rib turibman, bog'chada kameralar bor va именно nazorat, kuzatuv bu qanchalik kerak bog'chada. Bularni hammasini ota-onalar ko'rib turadimi? Hozir bilamiz, har doim bog'cha bolani gruppada nima qilyapti, nima qo'yyapti, har doim ko'rib turishingiz kerak deyishadi. Qanchalik bu kerak? Xo'p, bog'chani, ya'ni bolani bezopasnosti bu juda ham muhim. Aynan shuning uchun birinchi o'rinda har bitta xonani именно xavfsiz bo'lishiga alohida e'tibor beramiz. Bu issiq kunda ya'ni salqin bo'lishi, sovuq kunlarda mana hozir har bitta xonada cho'pli pol, qalin gilam bo'lishi va undan tashqari aytib o'tganingizdek, har bitta xonada kameralarimiz bor. Kamera nimaga kerak desak, mana hozir videolar ham taqilib ketibdi-yu, ana bolasini urgan holatlar, bog'chapalarni nazorati, ya'ni mana shunaqa holatlar bu albatta ota-onalarni ya'ni shu yanada qayg'urishiga, ya'ni xavotir olishiga ta'sir qildi. Bizda ham bu narsa sezildi. Videoda ketma-ket chiqib keldi, e'tibor bergan bo'lsangiz. Gruppalarga tashlashganlar hamma tarqab ketdi. Biz buni birinchi xodim olishdan boshlaymiz. O'sha aytganimizdek, tajribadan ham oldin bolani yaxshi ko'rish. Bolani yaxshi ko'rmasa, 10 yil tajribasi bo'lsa ham biz shubha bilan qaraymiz. Ya'ni diplom bo'lib, men bog'cha sohasida 15 yil ishlaganman, любой dokumentni bilaman desa ham, agar bizning o'sha special testimiz bor, testdan o'tkazamiz, psixotipini aniqlaydigan. Agar bolani yaxshi ko'rmasa, biz o'sha olmaymiz. Sababi aynan mana shu holat, o'sha videolarda ko'rganimiz boshqa holatlar, bolani yaxshi ko'rgan odam unaqa qilmaydi. Ming anaqa bo'lsa ham, qanaqa holat bo'lishi ham, bola asabiga o'ynab yorsa ham, bolani yaxshi ko'radigan odam aslida bunaqa yo'l tutmaydi. Shuning uchun biz bir ham boshidan bu narsaga, ya'ni o'zgartirish boshlaganmiz. Kamera nimaga kerak desa, kamera ichki nazoratga birinchi o'rinda kerak. Ya'ni o'zimizning protsesslar qanchalik to'g'ri ishlayapti, shu narsa ichki muhofaza uchun avvalambor bizga kerak bu. Ochib berish masalasi, videolarni misol uchun ota-onalarga to'g'ridan-to'g'ri do'stib berish, men o'ylayman kerak emas narsa. Sababi biz aytganimizdek ota-onalar bilan partnyormiz. Partnyorda ishonch bo'lmasa,
bolasiga ishonch bo'lmasa, har qanaqa 200 ta video qo'ysangiz ham shubha qolaveradi. Ya'ni baribir misol uchun tualetga kamera qo'ya olmaysiz. To'g'rimi? Misol uchun urush holatida tualetdan bo'lgan videolarni ko'rdik biz. Ya'ni diktofonlar bilan kirishgan, bolasini o'yinchog'iga diktofon bilan kirgizib yuborishgan, shunaqa holatlar bo'lgan. Ya'ni baribir bir tualetga kamera qo'ya olmaysiz. Ishonch bo'lmasa ota-onada, ya'ni bu texnikalar, ya'ni yechim bo'la olmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun bizda kamera birinchi o'rinda o'zimizning sifatimizga, nazoratimiz uchun qo'yilgan va ota-onalar bizga ishonch bo'ldimi, biz muhim birinchi ishonch. Agar ishonch bo'lmasa, kameramiz bor, любой payt kelib qaysidir holatda muhokamasi uchun ochish dostupimiz ham bor. Shu, lekin aytmoqchiman, kommunikatsiya ishonchga qurilishi kerak. Kamera uchun kelgan odam siz bilan uzoq bo'lmaydi. Tushundim. Bu 100%. Zo'r. Aslixon, hozir men eshitdim, tayyorlanayotganda o'rganib ozgina tinch soatli, ya'ni hozir bir xil bog'chalarda, endi chet elda bog'chalarda obed paytida bolalarni uxlatishmayotgan ekan. Ularni o'rniga bolalar bilan qanaqadir aktivnostlar bilan shug'ullanishyapti-da. Undan keyin nimaga вообще qilyapti bu narsa? Uyga borgandan keyin bemalol uxlasa, ya'ni ota-onalar ishdan keldi, bolalar bilan bola bemalol uxlasin, kechgacha uxlab ketmasin degan maqsadda. Bu narsa вообще o'zi bu yondashuvga qanaqa qaraysiz? Sizlarda bu narsa bormi, yo'qmi? Men o'zim ham ko'rganman shunaqa holatda. Oldin bir masala bilan ancha oldin bo'lgan holat. Ko'cha boru, Jumanjini ko'chasida bir bog'cha bor edi, ingliz tiliga ixtisoslashgan. Qaysidir ish bilan kiruvdik. Ancha oldin gap. Kirsak, obed payt bolalar yuribdi. Qanaqadir g'alati gaplar gapirishyapti, tushunmayapman. Bilsam ingliz tili bog'cha ekan. Kichkina bolalar ham ingliz tilida gaplashar ekan. Bu yerda bolalar uxlashmaydi deyishdi. Tihий час bizda yo'q deyishdi. Men hayron qoldim. Juda ham grafikligi, ya'ni tight, juda ham anaqa насыщенный grafik ekan. Nimaga desa, bu narsani biz ham o'sha kun tartibini joriy qilayotganimizda ko'rganimizda, оказывается, u bolalar o'sha 5 yoshdan baland bolalar bo'lgan. O'zi har bitta bolani дорожный kartasi bor, rivojlanish xaritasi deydi o'zbek tilida. Har bir yoshda nima ko'nikmalarni ega bo'lish kerak va nima bilimlarni bilish kerak. Qo'lidan nimalar kelish kerak. Ya'ni 1 yoshda, 2 yoshda, 3 yoshda to maktabga chiqqungacha shunaqa karta bor. Va uyqu o'sha 3 yoshga, 4 yoshgacha bo'lgan bolada bu juda ham muhim rivojlanishida. Bizda aksariyat bolalar, ya'ni kichkina guruhlar bo'lgani uchun biz uyquni o'zimizni anaqadan grafikdan olib tasha olmadik. Lekin yoshi o'sha maktabgacha bo'lgan bolalarda, o'sha 5 yosh, 6 yosh подготовительный gruppalarda bu narsani joriy qilsak bo'ladi. Men chunki o'zim ko'rganman, juda menga ham yoqqan. Sizga yoqqan. Da. Zo'r. Endi bola ham individual holat. Bu yerda обязательно psixolog tavsiyasi, pedagoglarning tavsiyasi juda ham muhim. Bolalar har xil bo'ladi, hammaning o'zini iqtidori, o'sha shaxsiy kuchli tomonlari bo'ladi. Kimdir energichniy bo'ladi. Ya'ni bizda shunday bitta bolamiz bor, vertolyot, hamma joylarda yurib, hamma narsani tepib chiqib, ushlab chiqib qilish kerak. Bir xil bo'lib passivniyroq bo'ladi. Ularning kuchli tomoni boshqa narsada bo'ladi. Ya'ni ular tezroq energiya olib turish kerak bo'ladi. Ya'ni uxlaydi. O'sha bog'chada ham so'raganimizda, bizda пожелание deyishuvdi. Ya'ni bu degani, ya'ni bir xil bolalar o'zi organizm talab qilmaydi, chunki o'zi shu возрастda temperamenti, ya'ni shunaqa giperaktivniy. Да, гиперактивный или, так скажем, энергичный bo'lgani uchun bir xil talab bo'lsa, пожалуйста, uxlaveradi degan pozitsiyada ekan. O'ylayman, именно подготовительныйga bu narsani bir nechta mutaxassis bilan maslahatlashib joriy qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Zo'r. Как раз hozir psixolog, pedagog to'g'risida gapirishni boshladingiz. Bu yerda bog'chada 60 ta bolaga mo'ljallangan. Organizatsion struktura, ya'ni xodimlar strukturasi, taxminan qancha xodim ishlaydi va qanaqa xodimlar ishlaydi va ular nimaga javob beriladi. Ya'ni reglamentlar bormi, hamma narsa qilinganmi va вообще o'zi qisqacha, ya'ni
bizani kuzatuvchilar bog'cha ochmoqchi bo'lganlar taxminan 60 ta kishilik bog'chaga necha kishi xodim ishlash kerak, mana shu haqida qisqacha to'liqroq ma'lumot. Hop, odatda bizani jamoamizni demak ikkita turga bo'linadi desak bo'ladi. Bu asosiy jamoa va ya'ni qo'shimcha mutaxassislar. Umumiy olganda hozirgi kunda 15 ta plus minus odam ishlaydi bog'chamizda. Demak, org struktura qanaqa demak bizada joriy qilingan. Demak, rahbar, ya'ni shu metodist, заведующий pedagog, administrator va ularga bog'liq bizada vоспитательlar. Vоспитательlarning tagida yordamchi vоспитательlar, ya'ni tarbiyachi va yordamchi tarbiyachilar bo'ladi va mutaxassislar. Mutaxassislar o'sha aytib o'tganimizdek psixolog, massajist, детский angliyskiy bo'lishi mumkin, sportivniy trener. Bularni hammasi demak endi chizadigan bo'lsak administratorga bog'lanib pastda bo'ladi. Примерно bizda org struktura shunaqa joylashgan. Logoped ham bor, logoped-defektolog обязательно. Logoped-defektologlar individualniy bo'yicha shug'ullanadi. Shuning uchun ular administratordan o'sib turib, birga anaqa bilan bitta liniyada bo'ladi, tarbiyachi bilan. Chunki tarbiyachi bilan birgalikda qaysi bolalar bilan individual shug'ullanish kerak, uni ya'ni birgalikda ko'rishadi. Psixolog nimalarga? Bolani psixologiyasi bo'yicha. Psixolog yoshligimda o'zim eslayman, bizani bog'chada logoped bo'lgan, lekin psixologga hech eslolmayman-da. To'g'ri, men ham bizada ham bo'lmagan, bog'chada, maktabda ham bo'lmagan. Men o'ylayman, hozir 21-asrda mana gadjetlarning funksiyasi bu narsani, ya'ni psixologga bo'lgan talabni oshiryapti. Sababi именно mana shu YouTube deymiz, ya'ni videolar, mana shu bolalarga berib qo'yib uyda misol uchun men ishimni qilib olay yoki bolalarga shu YouTube'ni yoqib berib jim o'tiribdi-yu degan narsa bolalarni o'sha nutq kechikishi yoki o'sha autizmgacha olib kelyapti, afsuski. Psixolog men o'ylayman nimaga kerak? Birinchi o'rinda birinchidan har bitta bola unikal. Har bitta bolani ichki potensiali bor. Hamma ota-ona xohlaydi o'zini bolasini yetuk shaxs bo'lishini, ya'ni o'sha o'zini kuchli tomonini find out qilib topib, uni rivojlantirish hamma ota-ona xohlaydi. Bu narsaga psixolog o'ylayman eng katta yordam beradi, ya'ni qadam tashlashga yordam beradi. Ya'ni u birinchi qiladigan ishi psixologga ko'radi. Naблюдение bu birinchi etap. Ya'ni qaysi bola o'zini qanaqa tutyapti, qaysi bolada misol uchun xarakteri qanaqa yomon illatlar bo'lishi mumkin, uni oldini olish kerak va sababi nima? Shungacha boradi. Qaysidir holatlarda ota-onalarni jalb qiladi. Ya'ni uydagi holatlar ta'sir qilishi ham mumkin. Ota-onalar bilan birgalikda ishlaydi. Bu ya'ni как бы triada bo'ladi. Psixolog bolalar bilan, tarbiyachi bilan va ota-ona o'rtasida to'g'ri kommunikatsiya o'rnatishga yordam beradi. Tushundim. Maqsad bolani o'sha potensialini topib, как shaxs sifatida rivojlanishiga yordam beradi. Endi yana ozgina vapros xodimlar masalasiga kelganimizda, biznes ochganingizda o'z asosiy расходный частьdan bu arenda. Ikkinchida bu xodimlarning oyligi. Taxminan xodimlarning oyligiga qancha pul ishlatiladi? Yana o'sha miqyosda olamiz. 60 ta bolani oladigan bog'cha miqyosida oladigan bo'lsa, 60 ta bolaga qaraydigan 15 tacha xodim kerak bo'lar ekan har xil yo'nalishda. Qaysidirlar bu asosiy xodimlar, har doim bola bilan ishlaydigan, qaysidir yollanma ishi kelib ketadigan anaqa part-time'ga da именно umumiy budjet qancha atrofda bo'ladi? Endi bu individual holat, ko'p bozor buni aniqlaydi. Har bitta o'sha xodimni bozorda o'sha ya'ni narxidan kelib chiqib qilinadi. O'rtacha bizani holatda aytadigan bo'lsak, umumiy aytganingizdek ikkinchi o'rinda turadi расходlarni объёмi bo'yicha. В целом bir 4000-5000 ketadi. Общий. 4000-5000. Da. Dollarda bo'ladigan bo'lsa, где-то hozir 50 millionlar atrofida. 50 million, 60 million atrofida hisoblaymiz. Shunaqa. Bo'ldi, tushunarli. Endi yaxshisini olmoqchi bo'lsangiz-da, albatta.
yaxshisini olmoqchi bo'lsangiz, albatta bozor narxidan sal qimmatroqga ham olishga majbur bo'lasiz yaxshi xodimlar bo'lsa. Mana yana bitta savol. Bozorda yaxshi xodim topish qanchalik hozirgi kunda yengil va oson? Ko'pchilik aytadiki, kimdan so'ramasa kadrga golod, ya'ni kadr yetishmaydi. Yaxshi kadrlar juda ham qimmat. Sizlar ham shu fikrdamisiz yoki bozorimizda hozirgi vaziyatda yaxshi kadrlar topsa bo'ladimi? Buni taxminiy sabablari nima deb o'ylaysiz? Xo'p, именно jamoa yig'ish bu hammani o'ylayman og'riqli nuqtasi. Mandan ham so'rashadi, yaxshi vospitatsion topib bersangchi deyishadi. Misol uchun, bu hammada bor muammo. Sababi aytganimizdek, частный sektorga endi ruxsat berildi. Davlat, ya'ni tashkilotlari to'liq aholini, ya'ni qoplab bera olmagan va bu narsa hisobiga обязательно yaxshi spetsialistlarni kamligi bor. Shuning uchun ham частный institutlar уже alohida fakultet, дошкольный образование ochishyapti. Demak, biz ham bu narsani bilgan holatda bizda ham muammo bo'lgan boshida, ya'ni yaxshi xodim topish. Shunga alohida proses qilishga majbur bo'lganmiz. O'sha saralash, to'g'ri e'lon berish, voronkasi ya'ni. O'zingizdan bilasiz, voronka tuzib, yaxshi xodim saralab olishga majbur bo'lganmiz. Oson emas, lekin to'g'ri prosesni naladit qilsa, yaxshi xodimni olsa bo'ladi bozorda. Hurmatli kuzatuvchilar, kommentariyada yozib yuboringlar. Haqiqatda bozorimizda kadr yetishmovchiligini asosiy sabablari nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozinglar, buni hammasini o'qib chiqamiz. Bog'chani kun tartibi haqida nimalar gapirib berasiz? Ya'ni bolalar keladi, ota-onalar bolalarni qoldirishadi, keyin bolalar shu kun davomida nimalar bilan shug'ullanishadi? Xo'p, bog'chamizda petidnevka shu dushanbadan jumagacha, ertalab 9 dan 6 gacha. Umumiy mashg'ulotlarni ro'yxatini ko'radigan bo'lsak, вообще bolalar o'zi kuni qanaqa o'tishi kerak, qanaqa konsepsiya bo'lishi kerak degan savol tabiiy har bitta odamning bo'ladi. Bu narsa birinchi o'sha davlat standarti bor o'zi va dasturi bor, ilk qadam nomlanadi. O'zi normada har bir yosh uchun qanaqa mashg'ulotlar necha soat bo'lishi kerak. Hammasi yozilgan. Avvalambor baza qilib shuni foydalanganmiz. O'zi nima mashg'ulotlar bolaga kerak, uni to'g'ri barkamol o'sish uchun ko'rsatilgan. O'sha narsada andoza qilib olinadi. Частный bog'chalar uchun davlat privilegiya bergan. Faqat u bilan cheklanmasdan uni ustida ishlash, ya'ni qo'shimcha demak qanaqadir mashg'ulotlar yoki bolaga foydali bo'lgan darsliklarni qo'shish imkoniyati bor частный sohani. O'shalardan ham kelib chiqib aytganimdek, analiz paytida ko'rgan har xil demak mashg'ulotlarni biz qo'shishga harakat qilamiz uni ustiga. Demak, aytib o'tganimizdek, shu bolalar ertalab kelishadi. Demak, birinchi shu утренняя зарядка bo'ladi, keyin завтрак, keyin mashg'ulotlar уже boshlanadi. Qanaqa mashg'ulotlar misol uchun? Misol uchun bolalarda обязательно massaj bor. O'sayotgan organizmga massaj juda ham muhim. Undan tashqari massajistimiz agar doktordan назначение bo'lsa, parafin, elektroforez bu anaqalar protseduralarni ham o'zimiz qilib bera olamiz. Undan tashqari o'sayotgan organizmga yana juda ham muhim bu sportivniy mashg'ulotlar. Buning uchun sportivniy trenerimiz keladi. Demak, bolalar bilan alohida shug'ullanadi. Bir gruppa bor. Nima aynan? Bu sportivniy gimnastika bo'ladi. Ayniqsa osankaga, to'g'ri suyuqlik shakllanishiga yordam beradi. Упражнениялар qilinadi. Bolalar уже kattaroq bolalarimizga keyin karate, yana boshqa mashg'ulotlarni qo'shamiz. Undan tashqari angliskiy, ya'ni детский angliskiy bo'ladi bolalar bilan mashg'ulotlar. Bunga ham alohida mutaxassis keladi. Keyin aytganimizdek, logoped, defektolog ishlaydi, psixolog ishlaydi. Hozir arab tilini keyingi oydan qo'shish niyatimiz bor. Bu hammasi vospitatsion mashg'ulotidan, ya'ni qo'shimcha bo'lgan mashg'ulotlar ro'yxati hisoblanadi. Ya'ni vospitatsion davlat standartlari bo'yicha kerakli mashg'ulotlarni o'tadi, bolalar bilan shug'ullanadi, tam o'zini an'anaviymi yoki standartniy bazaviy bilimlari, undan tashqari qo'shimcha bilimlar bo'ladi. Yana bitta yondashuv bor. Men sal aniq o'rgangan paytlarimda ko'pchilik aytayotdiki, bolani slishkam ko'p
nagruzka beraveramiz. Hmm. Bilimlar bilan, tam qo'shimcha mashg'ulotlar bilan. Bunga nima deb o'ylaysiz? Bu yondashuv qanchalik to'g'ri? Bu yondashuvga qanchalik qo'shilasiz? Va bolani yoshligidan shuncha ko'p zagrujat qilish shartmi? Uni bolaligini olib qo'yish shartmi? Kimlardir aytyaptiki, haqiqatda bolaga juda ham ko'p bilimlar beryapmiz, har xil zanatiyalar beryapmiz qo'shimchada, bola bolaligini his qilmayapti. Ya'ni bog'chaga kelish bilan srazu har xil mashg'ulotlar bilan shug'ullanib ketadi. Bu imенно o'sha marketing, reklamani ta'siri deb o'ylayman. Chunki qayerda bog'chani reklama qilishsa, uzun spiskada hamma mashg'ulotlarni qilib qo'yishadi. Misol uchun, har doim ham hamma ko'rgan odamlar, ya'ni pitsa ham pishiradi, burger ham pishiradi. Hamma narsa ingliz tili, fransuz tili bor deydi. Tabiiy shunaqa savol paydo bo'lishi, ya'ni bola overwhelmed bo'lmayaptimi, ya'ni загруженный bo'lib ketmayaptimi degan savol bo'lishi tabiiy. Lekin o'sha yana aytadigan bo'lsak, o'sha karta развития bor bolada. Har bir yoshda nimalar bo'lishi kerak. O'shalarga rioya qilinsa, o'sha baza. Ya'ni bola qaysi yoshda nima mashg'ulotlar u uchun eng kerak, muhim. U shunaqa qilinadi. Har doim ham o'sha spiskada hamma narsa har bitta bolaga qilavermaydi. Bu narsani ham bilish kerak deb o'ylayman. Biz aytib o'tgan mashg'ulotlar ham, misol uchun, bir xil bola tili ravon, nutqi chiroyli bo'lsa, logoped bilan ishlamaydi. Misol uchun, logoped individualniy qayerdadir defekti bor bolalar yoki noto'g'ri talaffuz, qiyinchilik yoki tili chiqish prosesini tezlashtirish uchun alohida mashg'ulotlar o'tadi. Ya'ni aytib o'tgan bu hamma speskes hamma bola bilan 100% bo'lmaydi. Tushunarli. Shunaqa. Ya'ni o'sha дорожный karta bo'yicha biz andoza qilib olamiz va bolani holatiga ham обязательно har doim qaraymiz. Bu narsaga individualniy shu tarbiyachini o'zi ham, psixolog ham ko'radi. Qaysidir qiyin bo'lsa, unga bo'ldi individualniy podxod qilishga bo'ladi. Agar bu narsani sessiya, agar bola o'sha mashg'ulotlarni o'zida ham qiyinchilik agar bo'layotgan bo'lsa. Ya'ni tushunishim bo'yicha bola o'rganiladi individualniy. Bolani individual o'zlashtirishidan, o'zi вообще psixologiyasidan va tuzilishidan kelib chiqqan holda kerakli mashg'ulotlar beriladi, lekin bolani bolaligiga tortib olinmaydi. Yo'q. Bu narsa o'sha standart bilasiz qanaqa tuziladi? O'sha bolani исследованиялар qilingan, исследование asosida bu xalqaro standartlarga mos o'sha ya'ni ilk qadamni karta развитияsi juda ham chiroyli tuzilgan. Lekin bularga qanaqa erishiladi degan savolga to'liq javob yo'q. Buni hamma o'zi har xil manbalardan, o'sha dasturlardan ishlatilinib, именно упражнениялар ro'yxati, o'sha занятиялар ro'yxatini biz o'zimizda tuzganmiz. Lekin karta juda ham chiroyli va zo'r tuzilgan, uni olib просто ishlatish kerak. O'shanda bola toliqmaydi, xuddi aytganingizdek нагруженный bola bo'lmaydi hech qachon agar o'shanga rioya qilinsa. Bergan savolingizga javob sifatida mana har bitta bola uchun biz alohida развивающий tетрадь qilingan. Mana bu 3 yoshga, 4 yoshga, mana 5 yosh uchun. Xuddi o'sha mana bolalar chizadi, yasaydi, hammasi o'z yoshiga nisbatan. Mana 3 yoshga ochsangiz bu juda ham oson. Mana qo'limda 5 yoshga bu bolее уже murakkabroq va насыщенныйroq. Ya'ni yoshiga qarab, ya'ni tayyor dastur bor, shu dastur bo'yicha o'tiladi. Bu o'zimizni demak har xil manbalardan ko'rib, o'zimiz uchun ya'ni развивающий tетрадь yasaganmiz. Zo'r. Bolalarim shu bog'chaga kelganda nimalar yeydi? Ya'ni qaysi bog'chaga bormasa, kimdir 4 mahal ovqat, kimdir 5 mahal ovqat, kimdir 7 mahal ovqat. Endi men ochiq bilmayman, 7 mahal ovqat bola qanaqa yeydi, qachon ulguradi bu narsaga. Вообще o'zi mana sizda anaqani ko'rib turibman, menyu. Aniq menyuni ko'rib turibman va o'zi bola nimalar bilan ovqatlanishadi va bu mavsumiy o'zgarib boradimi yoki yagona menyu har doimgi turadimi? Hop, 7 mahal o'zim hali ko'rmaganman, lekin bizda 5 mahal, o'sha 5 mahal o'sha ovqat bilan ta'minlanadi. Demak, bu завтрак, обед, ужин va второй завтрак bor. И обедdan keyin polnik bor. O'shanda 5 ta bo'ladi. Demak, ya'ni bola keldi, завтрак qiladi. Обязательно birinchi завтрак qiladi. Undan keyin qanaqadir второй завтрак bu fruktda ko'p holatlarda bo'ladi. И misol uchun ota-onalarni qiziqtiradigan, ko'p berilgan savollar
misol uchun manimcha hammaga qiziq bo'lsa kerak. Birinchi bu hozir allergiya ko'p. Allergiya mahsulotlaridan menyudan voz kechamiz biz. Ya'ni o'sha allergiya chaqiradigan mashg'ulotlar bo'ladi. Обязательно kelgan ota-onalar birinchi so'raladi. Sizga qanaqa farzandingizda allergiya chaqiruvchi mahsulotlar, ya'ni Bormi, yo'q? bormi deb shu narsani biz обязательно e'tibor beramiz. Fruktlardan xuddi shu sitrusoviylar, qanaqadir apelsin, mandarinlar bermaymiz. O'sha bu narsa ya'ni allergiya filtridan o'tadi menyu. Tushundim. Ikkinchisiga shu fruktlar Keyin obed. uchun obed keladi. Uxlashdan oldin. Uxlashdan oldin obedda o'sha salat ovqat bo'ladi. Keyin polnik. Polnikda o'sha pishiruv bo'lishi mumkin. Обязательно shirinligi minimum bo'ladi. Polnik bu uxlab turgandan keyin Uxlab turgandan keyin polnik beriladi. Va yana mashg'ulotlardan keyin ujin beriladi va ujindan keyin taxminan necha yilda ujin? Ujin 5 ga yaqin bo'ladi. 5 ga yaqin. Ota-ona olib ketishidan oldin. Da. Yoki ota-onalarga bolani to'ydirib beraverasizlar. Da. Bola lekin uyga kelgandan keyin ovqat yeyman deydi. 5 ta yeyishgandan keyin свободное время bo'ladi yoki qolgan mashg'ulotlar bo'lsa shug'ullanishadi. Unda ham bir xil bola qorni ochadi. Ota-onalar aytishadi, kelib ham ovqat yedi deyishadi, lekin anaqa bizda ham yeyishgan bo'ladi. Orada shu mashg'ulotda aktivniy bolalarimizni 2 soatda qorni ochishi mumkin. Tushundim. O'sha ujin bir aytganingizdek 5 ga yaqin bo'ladi. Keyin 1 soat свободное время bu payt ota-onalar kelib sekin olib keturishadi. Xo'p, agar shunga keladigan bo'lsa, bolani bir kunlik menyusi. Taxminan bu себестоимость qanchaga tushadi? Ya'ni bitta bolani ovqatlantirish. Va bu qancha umumiy darajada расход nechasida, ya'ni xarajatlar chasida qancha foiz egallaydi? Xo'p, bu ham ya'ni qanaqa mahsulotlar va qayerdan bozorlashingizga ham bu juda ham bog'liq. Bir o'rtacha hisoblaydigan bo'lsak, $20-30 bo'ladi bola uchun. Va endi bolani yoshiga ham, menyuga ham bu anaqa, o'rtacha shu 30 atrofida bo'lsa kerak $1 oyiga bitta bolaga. Ya'ni 350 ming, 400 ming atrofida. Shunaqa. Undan ko'p kam bo'lishi ham mumkin. O'rtacha. Tushunarli. Marketingga e'tibor beradigan bo'lsa, bog'chada marketing qanchalik zarur hozirgi kunda? Va bu narsa qanaqa marketingiviy fishkalar bor, sizlar o'zingizlar qo'llaydigan? Endi bu individualniy holat. Men ya'ni marketing degan ko'plar xayoliga baribir ijtimoiy tarmoq keladi. Shu ijtimoiy tarmoq yuritmaydigan bog'chalarni ham bilaman. Aktiv yuritadiganlarni ham bilaman. Bu endi bo'ldi individualniy holat, lekin hozirgi kunda ochmoqchi bo'lganligi ochish обязательно bilaman. Sababi ya'ni marketing foydalanish обязательно. Обязательно, chunki o'z borligini bildirish bu reklama emas. O'shanga borligingizni bilish kerak odamlar. Chunki boshida aytganimizdek, bu maksimalni bu ya'ni bog'cha proyekti lokalniy proyekt bo'lgani uchun lokal odamlar bilish kerak siz borligingizni. O'sha yerda ochildingiz, anaqa borligingizni bilish kerak. Va o'sha bazaviy savollar bor, o'sha savollarga kirganda ota-ona javob ola oladigan darajada yuritish o'ylayman, просто must have hamma uchun. Okay. Marketing kerak ekan. Taxminan bir oylik marketingiy budjet bog'chalarda qanchani tashkil etadi? O'rtacha hisobda oladigan bo'lsa. O'rtacha, misol uchun 500 dan 1000 gacha ketadi. Bu ya'ni shu budjetlari bilan birga. Ya'ni kimdadir ko'proq, kimdadir kamroq bo'lishi mumkin. 5 milliondan 15-12 milliongacha bo'lgan atrofda hisoblasa bo'ladi. Bu просто o'sha ijtimoiy tarmoq o'ziga. Ijtimoiy tarmoq o'ziga. Undan tashqari yana qanaqa? Undan tashqari zo'r marketing fishkalar bor, sizlar o'zingiz ishlatadigan. Endi bunaqa asoba biza yuritmaganmiz. Mana misol uchun endi yuritishni boshladi. Misol uchun ochgandan 6 oy hech qanaqa ijtimoiy tarmoq qilmaganmiz. O'shani ichida, lekin ochilishni katta qilib qiluvdik. O'sha aytganimizdek, mahalla raisi ishtirokida, mahallaviy aholi ishtirokida katta qilib ochilish bo'lgan edi. O'shani hisobiga aholi bizani bo'limini taniydi ko'plar. O'shan bilan biz ya'ni 6 oy umuman reklama qilmaganmiz. Lekin qilish kerak ekan, boshdan qilish kerak ekan. O'sha o'rtacha ijtimoiy tarmoqqa o'ziga
shu 500 ming hozirda. Ya'ni tushunishim bo'yicha sizlar ochdinglar, bittada bog'chani to'ldirdinglar. Jo'ja to'ldirmaganmiz, no Aha. достаточно yig'ganmiz. Kerakli Ha. mijozlarni yig'ib oldinglar, u yog'iga marketingga boshida unaqa kuch bermadi. Ha, Vaqt o'tib, eng zo'r marketing bog'chadan kimlardir ketdimi, nima bo'ldi, nimaga fikringiz o'zgardi? ya'ni biz eng zo'r marketing bu o'sha sarafonli radio baribir bilamiz. Ko'p mijozlar baribir yaqinidan eshitib yoki bu kundan eshitib keladi. Eng zo'r reklama o'sha. Ya'ni sodiq mijozlar asosan sarafonli radiodan keladi. Ijtimoiy tarmoqdan ham ko'plar keladi. Ijtimoiy tarmoqdan kelib, o'shaning uchun biz probniy занятие qilib qo'yganmiz. Kelib, mashg'ulotlarda qatnashib ko'rib, ovqatini yeb ko'rib, bitta to'xtamga kelish imkoniyati bor. Hech qanaqa особо fishka ishlatmaymiz. Bor fokusimiz sifatga. O'sha sifat orqali kelgan mijoz biz uchun eng muhim hisoblanadi. Shuning uchun sifat orqali ham ko'p klient yig'sa bo'ladi. Hop, mana siz aytdingiz, hozirgi kunda probniy занятие qilasizlar. Bu probniy занятияdan keyin bolani qolishi, konversiyasi qanchalik yuqori? Ya'ni hozirgi kunda kerak. Chunki men Jahongir Po'latov bilan bir gaplashganda ingliz tili kurslari bo'yicha ular ham xuddi shu fishkani aytdilar. То что ingliz tili kurslarini 95% bundan foydalanadi. Ya'ni oldin probniy занятие berishadi, bitta dars tekinga bola keladi, ko'radi, undan keyin qoladi. Bog'chada qanchalik bu narsa ishlaydi, qanchalik effektivniy? O'zi probniy занятие nafaqat ota-ona uchun muhim, balki bizga ham kerak. Bola o'zi qanaqa, bolani biz обязательно ko'rishimiz kerak. O'zini qanaqa tutyapti, u ya'ni bog'chada qolsa bo'ladigan bog'chami, отклонениялari yo'qmi, bir xil bog'cha, bir xil bolalar kelishadi. Qanaqadir отклонениялari bor bolalar bor. Misol uchun autizm hozir ko'paygan, autizm bilan kasallangan yoki chalingan bolalar kelishadi. Ularga alohida mutaxassis kerak bo'lgan bolalar bo'ladi. Ularni biz ko'rishimiz kerak birinchi. Aynan o'sha probniy занятие ham bu narsani ko'rib topishga yordam beradi. Bundan tashqari o'sha ota-ona bitta to'xtamga kelishiga, bolani o'zi ham yoshi kattaroq bolalar, ya'ni 3 yosh, 4 yoshli уже gapira oladigan bolalar o'z fikrini ham aytadi. Menga yoqdi deydi, olaman deydi. Yokida o'sha fikrini aniq ayta oladi. U bolalarga ham bitta fikrga kelishiga именно probniy занятияni foydasi katta. Ota-onalar ham probniy занятие berganda sharoit bilan tanishib, misol uchun mutaxassislar bilan gaplashib, ya'ni bu narsa aytganimizdek boshida доверияni o'rnatishga juda muhim o'ylayman. Hamma qilish kerak probniy занятияni. Aslxon mana bog'chani ko'rdi, aylandi, menga juda ham yoqdi, konsepsiya ham yoqdi ancha. Men agar shunaqa bog'cha ochaman deydigan bo'lsam, menga qancha investitsiya kerak bo'ladi? Ya'ni boshlang'ich etapda qancha pul tikishim kerak? Shunaqa 60 ta bolali bog'cha qilish uchun. Vложение keladigan bo'lsa, ya'ni boshlang'ich budjetni formirovat qilish uchun birinchi bot qurilmagan, noldan qurilmagan, bir xilda qurishadi, u yerda kattaroq budjet ketadi va qanaqa uy tanlashingizga bog'liq. Agar kapitalniy remont talab bo'lgan lokatsiya bo'lsa, u yerda значительно ko'proq budjet ketadi. Biz bu yerda tanlaganimizni maksimalni ya'ni tayyor holatda bo'lgan. Mana brushatkali sokolli binoni o'zi kommunikatsiyalar o'tkazilgan bo'lgan. Shunga bizani holatdan kelib chiqadigan bo'lsa, mana shunaqa 3-4 sotuvli demak hududda bog'cha qiladiganmiz. Binosi tayin, remonti bazaviy bor qilib, misol uchun bog'cha uchun adaptatsiya qiladigan bo'lsangiz, o'rtacha bir 40-50 mingdan boshlanadi. Ya'ni agar bino tayyor bo'ladigan bo'lsa, remonti bo'lgan bo'lsa, свежий remont deylik, uni faqat bog'cha sifatida adaptirovать qilishga, ya'ni где-то 40 ming, 50 ming dollarga ketadi. Kosmetika qilasiz baribir. Misol uchun bog'chani atmosferasi juda muhim bolaga. O'sha ya'ni o'zini tonida kosmetika baribir qilasiz bog'cha uchun. Chunki жилой atmosfera emas, именно bog'chaga uyutli atmosfera bo'lishi kerak. Shu kosmetika bilan birga qiladigan bo'lsa, shu 40-50 dan boshlanadi. Men aytaylik, bog'cha ochishga 40 ming, 50 ming dollar pul tikdim. Agar menda загружаемость 100% demaymiz, 90% bo'ladigan bo'lsa, ya'ni men 60 ta bola emas, 50 ta, 55 ta bola anaqa qo'yaman. Period окупаемость, ya'ni qancha muddatda bu o'zini oqlaydi. Endi qanchada siz bu загружаемостьga chiqqaningizga bog'liq. Misol uchun agar sразу chiqdingiz deylik, birinchi 3 oyda.
birinchi 3 oyda chiqsangiz, 3 oyni hisoblamaydigan bo'lsak, 1,5 yilcha maksimum endi zapas bilan 2 yilda olib qo'yamiz bo'ladi. Olib qo'yamiz. Yomon emas. Lekin Yana agar bitta. undan ham tez bo'lsa, agar если хочешь разбогатеть, надо сперва разбогатеть в Excel deydi-yu. Ha. Ya'ni Excelda birinchi bunaqa qo'yib chiqsa, 1 yil ham chiqsa bo'ladi agar o'sha siz endi zapas bilan 90 doz, 1 yilda ham agar 100% ga загружаемыз bo'lsa, chiqsa bo'ladi. Tushunarli. Endi bu bog'cha ko'proq sotsialniy proyekt, ijtimoiy loyiha bizga qaradi. Buni agar davlat tarafdan qanaqa yengilliklar bor? Misol uchun nalogdan yengilliklar bormi yoki qanaqadir davlatda subsidiyalari bormi bog'cha yo'nalishida? Shular haqida qisqacha ma'lumot berasizmi? Yilni boshida o'sha juda ham ko'p qulayliklar haqida o'sha anaqa ukaz, ya'ni постановлениялар bo'ldi. Bu narsani internetda ham ko'rsa bo'ladi. O'sha hududlarda agar bog'cha ochmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol ko'rishsa bo'ladi. Qaysi hududda bog'chani qamrovi, ya'ni aholini 70% dan kam bo'lsa, u joylarda hozir juda ham ko'p privilegiyalar bor, ya'ni joyi bepulga 30 yilgacha berish. Agar joy tanlab o'sha hududga kirsa, bepulga 30 yilgacha o'sha binomi yoki yerni 30 yilga davlat taqdim qiladi. Undan tashqari oyliklarni ham to'lab berish degan joyi bor. Ya'ni xodimlaringizni birinchi boshlanish adashmasam 1 yilmidi, davlat polniy to'lab beradi. Shu privilegiyalar bor. Asosan nalogdan ozod qilingan har bitta bog'cha. Ya'ni bu hozir men anaqam bo'yicha привлекательный sohalardan bittasi, ya'ni bog'chaga investitsiya qilish, bolalarni yildan yilga ko'payayotganini hisobga oladigan bo'lsa, bu yaxshi yo'nalishlardan Ochish kerak bog'cha, sababi aholini hali именно maktabgacha ta'lim qamrab bera olmayapti 100%. Именно undan tashqari sifatli bu ya'ni servisga hamma ham muhtoj. Shunga o'ylayman anaqa. Yildan yilga 1 millionta ko'payapmiz. Bog'chani o'sishi aholini o'sishiga qaraganda ancha sekinroq. Bu degani Azzaki Gapparov aytib bergan edilar. Katta analiz qilganmiz, PDP ni analizini qilganmiz dedilar. Rezultatni ko'rganimizda o'sha aholini o'sishi va ta'lim yo'nalishidagi proyektlarning o'sishini taqqoslaganda ham yig'lagim keldi, ham kulgim keldi deyaptilar. Kulgim keldi deganim, ya'ni bu potensial juda katta aytib o'tganingizdek biznes nuqtai nazardan. Lekin yig'lagim keldi degani bizning aholimizni ta'limga, ya'ni qoplab bera olmayapti ta'lim aholimizdan to'liq deb aytganlar. Ya'ni shu analizdan kelib chiqib aytsak bo'ladi. Haqiqatda hali aholi yaxshi servisga muhtoj. Tushundim. Endi oxirgi savol deb aytamiz, noldan biznes boshlayotganlarga, aynan bog'cha biznesiga kirmoqchi bo'lganlarga, ya'ni biz ko'rdik, bu yo'nalishda potensial katta, kelajak 3 yil, 5 yilda bog'cha ochsa, вообще agar 2 yil qoplash muddati bo'ladigan bo'lsa, bu idealniy bizneslardan bittasi hisoblanadi. Ochmoqchi bo'lganlarga asosiy 3 ta maslahatingiz, ya'ni nimalarga e'tibor berish kerak, eng zo'r ключевой maslahatlar. Birinchi o'sha ya'ni faqat bunga biznes sifatida, quruq faqat biznes sifatida qarash kerak emas. Chunki aytib o'tganingizdek, bu narsa odam o'zi, ya'ni bo'lish kerak. Bizga sifatli o'sha ya'ni ta'lim kerak emas, bizga bunga ozgina simpatiya bo'lishi kerak. Biznes bu baribir siz qanchalik o'z ishingizni yaxshi ko'rishingizni, demak sinovdan, ya'ni nima deydi, соревнование qilasiz. Idealniy biznes bu eng yaxshi ko'rgan hobbi. Yaxshi ko'ringda, birinchi yaxshi ko'rasizmi yo'qmi? Yaxshi ko'rsangiz, обязательно qilish kerak. Chunki potensial bor. Chunki yaxshi ko'rmagan ishingizni boshlasangiz, baribir uzoqqa borish juda ham qiyin. Uni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Avvalambor simpatiya bo'lsin. Ikkinchidan, demak, yaxshi jamoa. Jamoa baribir bu juda ключевой. O'ylaganimdan ham muhim bu narsa. Shuning uchun jamoaga alohida e'tibor berish kerak. Va bu narsani bir necha marta aytdik, lokatsiya. Lokatsiya yarim muvaffaqiyat. Shu narsa. Ya'ni biznes ochmoqchi bo'lganlar birinchi navbatda bog'cha biznesini yaxshi ko'rish kerak, shu biznes bilan shug'ullanish, xohlash kerak va haqiqatda bu narsa ularning ichida olov yondirish kerak. Ikkinchisi bu yaxshi jamoa.
Ya'ni sizni qadriyatlaringizga to'g'ri keladigan jamoa yig'ib olish. Uchinchisi albatta lokatsiya. Endi yaxshi ko'rgan odam har kuni nimadir yangilaydi. Har kuni yaxshilaydi protsesslarni. Natijada demak sifatli ta'lim bo'ladi-da. O'zi yaxshi ko'rgan ish har doim yaxshilaysiz-ku baribir. Misol uchun o'tin to'g'rilaydi, bo'tin to'g'rilaydi, o'zi yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rmasa, baribir e'tibor kam bo'ladi, e'tibor kam bo'lsa, jamoa ham tarqoqroq bo'ladi. Natijada kim zarar ko'radi? Bizning bolalarimiz zarar ko'radi. Shunga birinchi o'rinda обязательно o'zi yaxshi ko'radigan, ya'ni simpatiya bo'lishi kerak bu sohaga. Asalxon, bergan maslahatlaringiz uchun katta rahmat. Ishlaringizga omad. Bunaqa bog'chalarni yana kengaytirasiz degan umiddaman. Chunki meni fikrim bo'yicha bunaqa yaxshi qadriyatli zo'r bog'chalar bizani bozorimizda juda ham kerak. Shu navbatda hamma bergan ma'lumotlaringiz uchun, bog'chani ichidan hamma informatsiyalarni ko'rsatib berganingiz uchun katta rahmat. Foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Xush kelibsizlar. Do'stlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib yuboringlar, bizani qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Keyin kommentariyalarda qaysi sohada keyingi videolarni qilishimizdan xohlaysizlar, yozib yuboringlar. Hammasini ko'rib chiqqan holda sizlarga keyingi obzorni ko'rsatamiz. Hammaga rahmat.